Assalomu alaykum qadrdonlarim, obunachilarim. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana bugun 11-may hafta kuniga yakshanba kuni 2025-yil. Inshaalloh Chorva bozorini obzorini qilamiz. Hurmatli do'stlar, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va mana shunday layklarni bosib tashlang. Faqat bir marta. Hammalaringizga omad, boshladik, xudo xolasa. Bismillah. Eskilarimiz bitta yaxshi gapi bor. Qishni g'amini yozga ye. Ya'ni do'stlar, mana ko'rib turganlaringizda, hozir biz Samarqand viloyatida Katta Qo'rg'on shahrining Oqoltindagi xonadonlarning birida biz uy egalari paxsa imorat ustidan termotravetin terdirganlar. Ya'ni bu ko'pchiligimiz bilamiz, bu qishni kuni uy issiqqina bo'ladi, yozgi kuni salqin bo'ladi. Ya'ni bu nimani hisobiga bo'ladi desanglar, olib kelib. Mana ko'rib turganlaringizdek termotravetinning ko'rinishi haqiqiy travetin bilan pashtichto yuz ko'rinishi bir xil bo'ladi. Faqat buni orqasida pokusi bo'ladi, ya'ni penoplast bo'ladi. Penoplast qalinligi 3 sm, общий 4 sm. Bundan tashqari mana bu termotravetin o'zi 1 sm qalinligida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda buni qo'shimcha krepleniyalar bor. Do'stlar, buni ko'pchiligimiz buni qo'yishga hozirgi kunda majbur bo'lyapmiz, chunki men o'zim ham shaxsan qo'ymoqchiman. Chunki bundan bag'aga svet, gaz qimmatlasha arzon bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha eskilarimiz gap aytganday, qishni g'amini yozga yedigandek, hozirgi kunda tezroq uylarni mana shunaqa ko'rinish bilan agar remont qilib olsak, xudo xolasa, qishki kuni kamroq gaz sarflaymiz va uylarimiz issiqqina bo'ladi. Nimani hisobiga bo'ladi? Bu terilgandan keyin uy termiz bo'ladi. Ya'ni uyingizdagi ortiqcha issiqlik tashqariga chiqib ketmaydi va ortiqcha sovuq uyga kirmaydi. Mana shu pokening hisobiga. Do'stlar, agar kimga qizig'i bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqsanglar, agar men nomini chiqsanglar, chotka qilib kelishtirib beradilar. Ishoninglar, agar mana shuni terdirsanglar, uylaringizga afsuslanmaysizlar. Chunki nimani hisobiga bunchalik mana hozir biz uyda egalaridan ozgina savol javob qilamiz, o'zlaringiz eshitasizlar. Faqat to'g'ri tushunasizlar, uyda egalari ozgina tortinyaptilar, videoga tushunmaydilar, lekin ayrim savol javoblarni qilamiz. Agar sizga qizig'i bo'lsa, yo o'zim kelib ko'raman desangiz ham, olib kelib o'zingizni ko'rsatib, o'zingiz uyda egalari bilan gaplashib amin bo'lsangiz bo'ladi. Qolgan bizlarning so'zlarimiz sizga isbotini topadi, o'z isbotini. Nasib bo'lsa, hozir uyda egalaridan eshitamiz, xudo xolasa. Aka, mana uyga termotravetin terdirgan ekansiz-da. Ozgina bitta savollarimiz bor-da. Terdirmasdagi oldingiz holati bilan hozirgi holatda nima farqlansizsiz? Ancha defektlar ancha sezyapmiz, yaxshi. Uylar oldin issiqda, hozir yozgi kuni sovuq bo'lyapti, yaqtekkina bo'lyapti. Qishki kuni endi qishda kelsa bilamiz, hozir yozda terganimiz. Yaqinga qildirdingiz-a buni? Yaqinga bo'ldi, hali 1 hafta 10 kun bo'lyapti, shunday. O'sha farqini sezishni boshladi-da? Farqini sezishni boshladi, ha. Olingan nisbatan o'sha uylar asosida issiqlik temperatura ushlayapti, bir xil me'yorda. Shunday. Me'yorda ushlayapti. Hozir qildirganingizda davolaymiz, rozimisiz? Ha, roziman. Davolim ketgan pulimga chimaydi, lekin o'zim xursand. Endi hozirgi kunda shunday bo'lyaptiki, to'g'ri, gaz ko'tarilyapti, svet ko'tarilyapti. Endi imkon qadar o'sha uydagi issiqlikni yo'qotish emas, o'sha issiqlikni ushlab qolish imkoniyatlari ko'proq bo'lyapti-da, odamlar savol tug'ilyapti-da. Demak, hozir bu nasib xudo xolasa hali qishga issiqqina bo'ladi degan umidingiz bor-da, xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Chunki o'zi mana bahorga o'zi sizga o'zi farq sezilayotgan bo'lsa. Seziladi. Chunki bundan oldin qildirgan paytlar bar uyda salqinligi bo'lgan-a, bar o'zgarsa sovuqligi, ha, sovuqlik bo'lgan. Hozir uyda kirsangiz normalni, ana siz yaqtaylik yaxshida, oldin isib ketadi quyosh tushgan payti. Ha, hozir defektlar ancha sezdiydi. Yaqtay ana bo'lyapti asta-asta. Effekt sezilyapti. Effekt sezilyapti. Gap yo'q. Aka, bu uyni orqa tarafi nima edi? Xomg'ish-pishig'ish? Paxsadan qilingan orqa tomoni. Paxsa qilingan-a? Ha, usti qumshoq qilib, qumshoq ustidan terilgan. Hozir paxsaga shunchalik effekt beryapti-a bu? Sezilyapti? Ha, sezilyapti effekt. Do'stlar, mana o'zlaringiz guvohsizlar. Agar kimga qiziq bo'lsa, kelib o'zlaringiz ko'rsanglar ham bo'ladi, agar ishonch hosil qilish uchun, yanada ham ishonch hosil qilish uchun. Mana shu hozir termotravetin paxsa imoratga terilgan. O'zi effektini sezyapti uyda egalari. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, kimga usto xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu akamizning hozir nomerlarini qoldiramiz va qanaqa ustochilik qilishlarini ham aytib o'tamiz. Videoni diqqat bilan ko'ringlar, hozir tushuntirib aytib o'tamiz. Akajon, nima ishlar qilasiz? Aytavering. Beton, g'isht, kirishi. Koroj beton qo'yasiz, Beton qo'yamiz, g'isht teramiz. G'isht terasizlar. Qanaqa chorniy? Chorniy, chorniy. Oblitsovka emas. Oblitsovka yo'q.
Xo'p. Mana bunaqa terma-teraytini ham terib berasizmi? Terib olamiz, ha. Xo'p. terib beramiz. Anavichi Sokinlanyapti. sokil ham terasiz, ha? Burchatga ham terasiz. Ha, burchatga. Burchatga ham terar ekanlar, beton quyi ekanlar, mana bunaqa terma-teraytini ham terib berar ekanlar, sokinlar ham qilar ekanlar. Tom, shipper yopasiz, ha? Ha, yopaman. Tom, shipper ham yopadi. Aka universal ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastga raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, akamiz bilan chotki qilib kelishtirib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalingizga obuna bo'linglar. 3 kilo deganmi? Mana 3 kilo. Necha pul deyapsiz buni? 6 million deyapsiz. Qashqasini 6 million deyapsiz. Bunisi-chi? 5,5 million. Xo'p. To'g'ri gapiryapsiz. Necha kilo chiqaysiz, bilasiz-ku taxminan? 91 kilo chiqadi. Живой вес mana qashqasi 91 kilo. Bunisi-chi? Buncha model-a? Ha, bunisi 80 kilo, bunisi 91 kilo alasi. Necha pul dedingiz buni? Buni 6 million deyapsiz, buni 5,5 million. Barakasini bersin. O'zingiz местный qo'ylar ekanda. Местный qo'chqorlar 6,5 million deyaptilar. Chiroyli ekan ekan, toza boqilgan ekan ekan. Toza boqilgan ekan. Qo'yda cho'miladi bu. Uyda bormi yana? Yo'q, faqat 100 ta bor uyda. 100 ta sotasiz. Ha, Telefon raqamini aytasiz, mana ko'p so'rayaptilar-da. 90lik. 90lik. 982 982 88 87. 88 87. Juda chiroyli. Chiroyli, cho'miltirilgan, qo'chqorchali ekan. Manzil qayerda? Istiqlol to'yxona oldidan o'tib kiriladi orqasi. Farruxlar onlaymi? Farruh mol sotadi-ku mana bak. Ha, o'shalarda sal ichkari kiradi. Istiqlol to'yxonasining orqa tarafida, shuni. Manzil shu tarafga ekan. Uyda ham ko'p ekan. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Akamiz sotib ekanlar. Bitta yuzlarini ko'rsataylik. Местный qo'chqorlar. Taxmini 90 kilo chiqadi, taxmini. Mana bu 92 kilo, bunisi 86 kilo. Bunisi 92 kilo, bunisi 86 kilo bo'pti ekan. Barakasini bersin. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Bo'l gap yo'q. Bular ham sotiladi. Qassob uyda ham bormi bularda? Telefon raqami ayting, bittasi juda qiziqyapti-da. 94lik 181 29 62. Bemalol aloqaga chiqsanglar, shu aytganimizda bo'ya 91 kilo dedingizmi? 91 kilo bunisi 80 kilo. Barakasini bersin. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizni katta qo'rg'onni qo'chqorchalari. O'zimizda katta qo'rg'onni местный qo'chqorlari necha kilo chiqdi dedingiz? 85 kilo chiqdi deyapti akamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek zotdor. Dumbalari ham katta o'zi ham. Hali endi tish buzyapti ekan hali. Ha, hali qo'zicha bu. Hali yana kelgan bo'ladi. Uyda bormi yana yo faqat shu bittami? Ha, yana bor, ha? Ha, mollar ham bor, sigirlar ham bor. Bo'ldi. Xo'p, telefon raqamini ayting. 93lik 93lik 225 225 79 79 88. 88. Kattaqo'rg'on qayerdasiz? Ergashotan oldi, ochlik banisan oldi. Bo'ldi, Ergashota. Bo'ldi. Ash akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin, ha. Ha, Rossiyadan so'rayaptilar-da, shunaqa zotdor qo'chqorlardan olib chiqing deyaptilar-da. Yegan hali qo'zicha. Ha. Endi tish buzyapti. Hali qo'zicha ekan, endi tish buzyapti ekan. Uyda yana bor ekan, mol, qo'y deysizlar bor ekan. Ona bala sigirlar. Bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar do'stimizga. Sog' bo'ling, barakasini bersin. O'zimizning местный Kattaqo'rg'on qo'chqorlari ham bular. Qayerdan bu? Ha. Xo'p. Saytabod qo'chqorlari ekan. Juda dumbalari ham dumba. Katta dumbali. Tak, mana u necha kilo chiqadi bu? 110 kilo. Bunisi-chi? Ha, bu ham shunday. Bunisi 100 kilo, ha, adashmasam.
ziyod ham chiqar ekan. Qo'chqorchalar. Uyda bormi yana yo faqat shumi sotishga? Hozir shu. Aloqa chiqsa ham sotib yuborasizmi? Ayting telefon raqam. 93lik 93lik 4 4 6 4 5 6. 4 5 6. To'g'rimi? Bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, savdolashib, barakasi nech bilan deyapsiz o'zi? 7,5. 7,5 million bunisichi. 7,5 dan deb. Ha, 7,5 milliondan. Uchalasi ham 7,5 milliondan deyaptilar. Tushib bergan joyi bormi savdosi? Ha, sunnati o't bergan joyi bor ekan, bemalol aloqaga chiqsanglar, kelishtirib beradilar. Qo'chqorlar juda ham zo'r. Men o'zim ko'rib o'tiribman mana. Barisi ancha baquvvat qo'chqorchalar. Barakasini bersin do'stim. Tak. Necha kilo chiqadi bu? 86 kilo. 86 kilo chiqadi. Bunisi-chi? 75. Katta Qo'rg'onning mesli qo'chqorlari. Mana dumbachalari. Buni nech pul deyapsiz? 6 million. 6 million. Bunisi-chi? 7 million. Bunisi 7 million. Agar bizning nomimizdan chiqsa o't berasizmi yo'qmi? Kelishtirib berasiz, savdoladigan joy, savdolashadigan joyi bor. Telefon raqam ayting. 50. 50. Ha, 850 shuni. 850 108 108 57 77. 57 77. Bemalol aloqaga chiqsanglar, Katta Qo'rg'on mesli qo'chqori. Ha, uyda ham bor ekan sotiladiganlar. Yuzlarini ko'rsataylik. Aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin. Do'stlar, mana 8 milliondan deyaptilar qo'chqorchalarni. Kattani olib qo'ymadim. Qaysini? Qani? Al ko'rmabman, buni olaylik. Bo'ldi, hozir 1 minut. Hozir. Al ketganingiz yo'qmi? Hozir 1 minut. Qancha 8 milliondan deyapsizmi bularni? Qayerda qo'chqorlar bular? Katta Qo'rg'on ekan, mesli qo'chqorlar. 8 milliondan deyaptilar. Kelishtirib berasizmi bizning nomimizdan chiqsa? Bizning nomimizdan kelishtirib berib, yuzlarini olaylik bilan. Yo'q, olmayman. Ha, yo'q, buni qo'chqorlar yuzini. Telefon raqam ayting. Yo'q, akaman men. Yo'q, aloqaga chiqadilar, sotasiz. Yo'q, birda sotib ketamiz, birda. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi, shartmas ekan. Xo'p. Tak. Uchalasimi ikkitami? Ikkita. Bular sotil olinni, nech puldan olasiz buni? 4 million 700 bu. 6 million bunisi. Qo'chqorchalar ekan, necha kilo vazni bilan? 80 8 kilo, 85 kilo bunisi. 75 kilo bu, bunisi? Bunisi 95 kilo. Bitta orqasini olaylik. Boriga baraka aka, barakasini bersin. Ancha katta ekan. Katta qo'chqor. Barakasini bersin. Ke, qamardan ketdi. Ko'radi, bratishkala. Bo'ldi. Bo'ldi, men qo'chqorlar akamizdan ekan. Xo'p. Bu arab aralashmi deyman, a? Nech pul deyapsiz buni? Nech pul deyapsiz? 63 dan taroziga, ha, taroziga 63. Taroziga живой весga 63 dan. Barisi paroda ekan buni. Xo'p, hozir aka, hozir. Uyda ham bormi yo faqat shumi? Sotilayotgan bor, ha? Xo'p. Uyda ham sotilayotgan bor ekan yana. Bular veslarini taxminan bilasizmi? Mana shu, ha, 90, 95, 85 mashina katta-katta qo'chqorlar ekanda. Xullas, Jo'rajon telefon raqam ayting. Aytavering. Shu aloqaga chiqib sotib olaman deydi bari. Tak, telefon raqam 77 lik 080 0919 bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ha, mana shu do'stimiz aloqada. Barakasini bersin. Kim akalarimiz? Ha, egalari. Hammasi o'ng. Bo'ldi. O'ng degandan o'ng. Bo'ldi. O'zimizda Katta Qo'rg'on qayerda? Stalin qishlog'ida. Bemalol aloqaga chiqsa, uyda ham ko'p ekan qo'chqorlar. Sotib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.